Bu yana menman. Bugun sizlarga eng foydali begona o't haqida gapirmoqchiman. U shunchalik samaraliki, ehtimol barcha dori-darmonlarning o'rnini bosishi mumkin. Bu albatta juda hayratlanarli, lekin shunga qaramay, bu masalada shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Bu faqatgina o'ylashga arziydigan ma'lumot. Agar dori qabul qilmasangiz ham, u sizga foyda keltirishi mumkin. Birinchidan, bu o'simlik kuchli siydik haydovchi xususiyatiga ega. Ya'ni u organizmdagi ortiqcha suvni chiqarib yuboradi. Ayniqsa oyoqlardagi shishni kamaytiradi. Bu esa o'z navbatida qon bosimini pasaytiradi. Qon bosimining tushishiga yana bir sabab u kaliy moddasiga juda boy. Kaliy yetishmasligi qon bosimini ko'tarishi mumkin. Chunki kaliy yurak-qon tomir tizimi uchun tabiiy xotirjamlik beruvchi modda hisoblanadi. Kaliy tanqisligi turli xil yurak xastaliklariga, jumladan gipertoniyaga sabab bo'ladi. Ushbu o'simlikda kaliydan tashqari magniy va boshqa foydali minerallar ham bor. Ikkinchidan, u insulinga qarshi chidamlilikni kamaytiradi. Bu muammo inson salomatligi bilan bog'liq holatlarning 70-75% ni tashkil etadi. Demak, bu o'simlik jigarni yog'dan tozalaydi. Bu esa o'z navbatida qondagi qand miqdorini barqarorlashtiradi. Insulin miqdori ortib ketganda qon tomirlari qattiqlashib, bosim ko'tariladi. Shuning uchun bu o'simlik bosimni to'g'rilashda ikki tomonlama yordam beradi. Uchinchidan, bu o'simlik VICH virusi ko'payishini sekinlashtirish qobiliyatiga ega. Bu juda noyob va muhim xususiyat. Shuningdek, agar sizda yog'li yoki yallig'langan jigar bo'lsa, bu o'simlik sirroz rivojlanishini sekinlashtirishi mumkin. To'rtinchidan, bu o'simlik 5-alfa reduktaza fermenti miqdorini pasaytiradi. Bu ferment ortib ketganda degidrotestosteron ko'payib, soch to'kilishi, prostata kattalashishi, ayollarda esa yuzda ortiqcha sochlarning o'sishi keltirib chiqaradi. Bu o'simlik ushbu holatlarni bartaraf etishda yordam beradi. Demak, u erkaklar va ayollar uchun birdek foydali. 5-dan, u aromataza fermentini to'sadi. Bu ferment organizmda estrogen miqdorini ko'paytirib yuboradi. Agar siz erkak bo'lib, sizda ko'krak o'sishi, ovozingiz noziklashishi yoki oyoqlaringizdagi sochlar to'kilayotgan bo'lsa, bu o'simlik ortiqcha estrogenni kamaytiradi. Ayollardagi estrogen ustunligida ham u muvozanatni tiklaydi. 6-dan, u qorin shishi, ich qotishi, og'ir hazm va jigarda tosh yig'ilishiga qarshi kurashadi. Bu hazm tizimi uchun juda foydali. Xo'sh, bu qanday o'simlik? Bu odatda aduvanchik, momoqaymoq, ba'zi joylarda qo'qo'ot deb nomlanadi. Nafaqat barglari, balki butun o'simlik foydali. Ildizlarini qovurib, qahva o'rnida iste'mol qilish mumkin. Bu qahva tabiiy, ta'mi haqiqiy qahvaga o'xshaydi. Barglari achchiq, ularni salatlarga qo'shish mumkin, ammo boshqa yashil barglari bilan aralashtirgan ma'qul. Ularni yakka holda yeyish oson emas, chunki ular juda ham achchiq. Gullari sariq paytida ham iste'mol qilish mumkin. Salatga qo'shish yoki damlab ichish tavsiya etiladi. Bu o'simlik turli sharoitlarda yashashga moslashgan. Bu chidamlilik evaziga ular kuchli tabiiy moddalarni ishlab chiqaradi va biz ulardan sog'lig'imiz uchun foydalansak bo'ladi. Ehtimol bu o'simlik iste'mol qilinayotgan ko'pgina sabzavotlardan ko'ra foydali. Uning ildizlari 6-7, ba'zan 8-9 metrgacha chuqurlikkacha yetib boradi va yer tubidagi minerallarni yuqoriga chiqaradi. Agar yuzida minerallar yetishmasa ham, u tubdan tortib chiqaradi. Demak, qo'qo'ot barglarini iste'mol qilish orqali siz yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lasiz. U odamlar tomonidan ming yillardan beri ishlatilib kelinadi. Rimliklar, Misrliklar, Xitoyliklar, Hindlar barchasi damlamalar tayyorlab, undan davolanish uchun foydalanishgan. Ular hovlingizda ham o'sib yotgan bo'lishi mumkin. Lekin ularni yaxshilab tozalamasdan yemang. Ularni yaxshilab yuving. Hatto ularni o'z bog'ingizda yetishtirishni maslahat beraman. Shunda doimiy ravishda iste'mol qila olasiz. Qo'qo'ot rastoropsha o'simligidan keyin jigar uchun eng foydali o'simlik hisoblanadi. Ko'plab sog'liqdagi muammolar jigar bilan bog'liq. Shuning uchun uni doimiy ravishda ovqatlanish ratsioningizda bo'lishiga e'tibor bering. Xayr, salomat bo'ling.